Kundan kunga rasxodlarimiz oshib bormoqda. Pul doimo hayotimizda muammo. Qarzlarga borgan sari kirib ketyapmiz. To'g'ri, xo'jayinim ishlayaptilar. Xo'jayinim kunu tun ishlayaptilar. Biz uchun harakat qilyaptilar. Lekin nimagadir topgan pullari oydan oyga yetmayapti. To'g'ri, farzandlarimiz soni ham oshib boryapti. Xudoga shukr, bilaman, rizq Xudodan. Lekin nimagadir hech ham ishlarimiz o'nglanmayapti. Aynan qaysi gunohimiz uchun bunday jazo berilyapti ekan yoki nimadir tushunmadikmikan? Nima uchun kunu tun xotin ishlasak ham, tunu kun farzandlarimiz, oilamizni kamini yopishga harakat qilsak ham nimagadir hech o'xshamayapti. Va hatto bu borgan sayin erim bilan munosabatlarimga ham juda ham qattiq ta'sir ko'rsatyapti. Oramiz kundan kunga so'qlashayotganga o'xshaydi. Mana shu arzimas matoh deb o'lsin o'sha pulni deb xotin janjallashyapmiz. Yuqoridagi holatlar sizga ham tanishmi? Unda aynan siz muammolaringizga yechim beradigan ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muslimam, yaxshimisiz? Bu men sizni psixologingiz Sitora G'aybollayevna, psixolog, psixogenetik, ayollar va bolalar psixologi, gestalt terapevt, travma terapevt, energiya terapevt va shu bilan birgalikda biznes ledi va investor. Aynan o'zim ham bir paytlar sizni hayotingizda yashagansiz, og'riqlaringizni his qilgan inson sifatida bugun shunchaki psixolog bo'lib emas, sizni hayotingizdan qanday chiqish mumkin bo'lgan bir inson sifatida siz bilan gaplashmoqchiman. Oxirgi paytlarda hech e'tibor beryapsizmi? Negadir boshqa insonlar qilayotgan harakatlarda qandaydir natija bor. Hech bo'lmasa, uy ola olmasalar, ayoliga eri nimadir sovg'a qilgan, mashina sovg'a qilgan, tilla sovg'a qilgan, hech bo'lmasa sayohatga birga chiqqan. Lekin siz tunu kun xotin birga ishlaysiz, birga harakat qilasiz, lekin nimagadir natija bo'lmayapti. Aynan qanday sabab sizni hayotingizda, eringiz bilan munosabatlaringizda aynan mana shu qarzlarni kirib, kreditlarni ko'payib, hayotingizdagi eng katta asosiy muammolardan bittasi pul qilib kelyapti. Birinchi navbatda biz qiladigan eng katta xatolardan biri biz pul ilmini, pul psixologiyasini deyarli o'rganmaymiz. Bizga shunaqa tushuntirishga, agar ertalabdan kechgacha ishlasak, bo'ldi, tamom. Muhimi oylik bo'lsa bo'ldi, yetadi. Oylikka qattiq ishonish kerak. Oylik bo'lsa bo'ldi, hech qanaqa biznes ham boshlash kerak emas, chunki biznes bankrot bo'lishi mumkin. Ertalab ishga borib, shom payti kelsak, bo'ldi. Shu bilan hammasi zo'r bo'ladi deb o'rgatishgan. Va hattoki oyligingga e'tibor ber degan kattalarning jumlalari ham bor. Xo'p, siz ham o'sha aynan kattalarning aytgan kabi ertalab ishga ketyapsiz, shom payti kelyapsiz, oyligingiz bor. Nega sizda pul bilan doimiy muammo bor? Eng katta birinchi asosiy xato, biz aynan shugina yetadi, shuni qilsam pul hayotimga kirib keladi deb o'ylaymiz. Men sizga bitta gap aytaman shu joyda. Pul hammaning hayotiga kirib keladi. Hatto sizni ham hayotingizda bor. Sizni ham hayotingizda qanchadir miqdorda pul miqdori doim kirib keladi. Sizda ham pul oqimi bor. 1000 so'm bo'lsa ham, 2000 so'm bo'lsa ham, 10000 so'm bo'lsa ham, 100000 so'm bo'lsa ham bormi? Demak, pul kirib kelyapti. Chunki 10000 so'm ham, 2000 so'm ham pul-ku. Demak, masala pul kirib kelmasligi emas, biz istagan summada kirib kelmasligi. Ikkinchisi, biz uni boshqarish ilmini bilmaymiz. Ya'ni to'g'rirog'i taqsimotni bilmaymiz, ko'paytirishni bilmaymiz. Pul psixologiyasidagi asosiy qoidalardan birinchisi bu pulni hayotiga olib kirish emas, kirib kelayotgan pul oqimini kengaytirish va ayni damdagi bu oqimni doimiy kengaytirilgan holatda ushlab turish. Hamma insonning hayotiga pul kirib keladi. Istalgan inson hayotiga pul kirib keladi. Lekin pul ilmi yetarli bo'lmaganda, ayniqsa pulni boshqarish ilmi yetarli bo'lmaganda, siz xarajatlaringizni to'g'ri sarhisob qila olmaganingizda, sizdagi bu pul sizda qolmasdan chiqib ketadi. Chunki puldagi asosiy qoidalardan bittasi pul uni boshqarishni bilmaydigan, pul qonuniyatlarini to'g'ri bilmaydigan insonlarni tark etadi. Va hatto shunday gap bor, pul samatsankasi past insonlarni sevmaydi. Qanday qilib pulni samatsankali aloqasi joyi bor, umuman noto'g'ri. Bo'ldi, shu men qarzimni ertalab ishga borib, shom paytida kelib yopaman desangiz, xato qilasiz. Hatto chet davlatga borib ham ishlayapsiz, lekin O'zbekistonga qaytgach, ya'ni eski, avval o'sha holatingizga qaytyapsiz-ku. Demak, masala faqat tanadagi harakat emas. Birinchi masala, agar siz hayotingizda sizdan boshlab, sizda, farzandlaringizda pul muammosini hal bo'lishini istasangiz, birinchi pul ilmini o'rganing. Har qanday narsaning o'z ilmi bor. Hatto oddiy ovqat pishirish o'z ilmi bor, osh damlash o'z ilmi bor, chevarchilikka o'z ilmi bor. Har bir narsa o'zini tartib qoidalaridan, nizomlaridan, ilmlardan tashkil topgan.
hatto pulni boshqarish ilmi ham bor. Demak, masala ertalab ishga borib, shomda kelish, bo'ldi, tamom, yetadi, shu bilan boy bo'laman, xarajatlarimni qoplayman, qarzim qoplanadi emas. Ayniqsa oxirgi paytlarda hamma narsani kreditga olyapsiz. E'tibor qiling, telefon ham kredit, stiralni ham kredit, uy ham kredit, mashina ham. Aytishingiz mumkin, pulim bo'lmagandan keyin qayerdan olaman? Sizga gapirish oson. Nima qilishim kerak? Men ham yaxshi yashash istayman, deyapsizmi? To'xtang. Men shu joydagi eng katta xatoingizni aytaman. Sizni hayotingizda hamma narsa kreditga kirib kelyapti. Sizni hayotingizda hamma narsa qarzga kirib kelyapti. Chunki siz qarzdorlik va kambag'allik ongidan chiqa olmayapsiz. Yo'q, kambag'allik ongi bu siz o'ylagan narsa emas. U umuman boshqa qoida. Ya'ni sizni ongingizda toki men buni qarzga olmasam qayerdan ham olaman degan tushuncha bo'lar ekan, ya'ni blok bo'lar ekan va qarzdorlik, kredit psixologiyasini tushunmas ekansiz, kambag'allik ongidan chiqmas ekansiz, siz Amerikaga borib ishlaysizmi, Rossiyaga borib ishlaysizmi, farqi yo'q. Bu topgan pullaringiz sizni boy qilmaydi. Xo'p, nima qilishim kerak? Nima endi gapirish oson. Aytingmanga o'sha narsani qilaman deyapsizmi? Haqiqatda qilmoqchimisiz? Men aynan siz muslimalarim menga bergan eng ko'p savolingizni inobatga olgan holda va sizga yordam berish maqsadida aynan sizga eng chiroyli yechimni bugun taklif qilmoqchiman. Bitta kursda aynan siz qidirgan hamma savollarga, pul haqidagi savollarga javob berish orqali siz istalgan summada taqdim qilishga tayyorman. Aynan 197 ming so'mga Millioner xonim kursi siz qidirgan ilmlar yig'ilgan kursdir. Bu qanday kurs o'zi? Nimani olishi mumkin deyapsizmi? Yaqinroq turing, tanishtiraman. Xo'p, Millioner xonim o'z nomi bilan bo'lajak millionerlarni yetishtiradigan kurs. Xavotir olmang, bunaqa katta kurs emas. Asl qiymati 597 ming bo'lsa ham, lekin men muslimalarimni, O'zbekistondagi ayol, qizlar, opa-singillarni o'ylagan holatda 197 ming so'm bilan qabul qilishga qaror qildim. Xo'p, Millioner xonim kursimda qanday mavzular, qanday modullarda o'tiladi? Xo'p, birinchisi, demak, bizda 5 ta darsimiz bo'ladi. Birinchisi pul qonuniyatlari va bloklari. Hozir aytganim kabi, qachon siz pul nima, qanday boshqarish kerak, qanday bloklarimiz bor, aynan sizni hayotingizdagi aynan qaysi bloklaringiz yaratgan sizga bergan rizqingizga to'sqinlik qilayotganini bilishni va yechishni istasangiz, aynan mana bu darsim sizga yordam beradi. Ya'ni Millioner xonimdagi birinchi dars pul qonuniyatlari va bloklari sizga yordam beradi. Ikkinchi darsimiz ota-onam, men va pul. Bedizga bunaqa dam qo'ymaganman. Chunki kambag'allik dasturini biz odatda ota-onamizdan olib farzandlarimizga beramiz. Siz bolangizni sizdagi kambag'allik ongida pul o'zidan qizg'onadigan, isrof bilan ehtiyoji farqlanmaydigan darajada o'sishni xohlamaysiz-ku. Mana shu joyda bitta sizni eng katta xatoingizni aytaman. Siz o'zingizga pul loyiq ko'ra olmaysiz, qizg'onasiz, hatto o'zingiz pul ishlasangiz ham o'zingizga sarflashga kelganda qo'lingiz qaltirab, ichingizda 1000 marta o'ylaysiz. Aynan mana shu xato sizni eringizni baraka yo'llarini yopyapti. Qanday qilib deysizmi? Buni inshaalloh Millioner xonim kursidagi ikkinchi darsda ko'ramiz. Xo'p, uchinchi dars millionga olib keladigan qobiliyatlar. Har bitta insonni yaratgan juda chiroyli qobiliyatlar bilan ziynatlagan har bitta inson millioner bo'la oladi. Siz ham bo'la olasiz. Aynan siz mana shu kursimda o'qish orqali o'zingizni avlodingizdagi ilk millioner bo'la olasiz. To'rtinchi darsimiz qarzdorlikning asl sabablari va yechimlari. Bilasizmi, muslima? Men sizga aniq dadil gapiraman. Meni kursim boshqa psixologlardan farqi, eng katta farqi sodda, jaydari, siz tushunadigan tilda va aniq yechimlar berilgan. Aravani quruq olib qochilmagan. Nimaga qarz bo'lasiz? Qarzdorlik nima? Undan chiqish uchun nima qilish kerak? Pul qonuniyatlari nima? Qanday qilsak pul qonuniyatlarini to'g'ri boshqaramiz? Blok nima? Qanday qilsak uni to'g'ri yechamiz? Millionga olib borish uchun sizda qanday qobiliyat bor va qobiliyatlarni qanday shakllantirsak millioner bo'lasiz. Aniq konkret yechimlar berilgan. Xo'p, 5-inchisi pul oqimiga tushish siri yoki endi eringiz pul beradi degan mavzu. Men bitta gap aytaman, to'g'ri psixologiya asosiy dardi hozirgi kunda eridan xotinlarga pul olib berish bo'lmayapti, lekin tushuning, bu ham psixologiya. Chunki odatda eridan pul ola olmaydigan ayollar ongida menga bo'laveradi degan o'zini yerga urish, qadrsizlantirish ongi yotgan bo'ladi. Aynan o'zingizni to'g'rilamas ekansiz, hatto eringiz millioner bo'lsa ham sizga pul bermaydi, lekin ko'chadagi oshnalari, og'aynilar, o'rtoqlariga va hattoki ko'chadagi ayollarga pul berishda davom etaveradi. Siz yo'l qo'yadigan xatolar, buni qanday qilib to'g'rilash sirlarini aynan 5-darsda ko'rib chiqamiz. Muslimam qalay? Sizga kurs ichidagi mavzular ma'qulmi? Aynan siz qidirgan savollarga javobmi?
unda hech ikkilanmay hoziroq millioner xonim kursimga ro'yxatdan o'ting. Ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Siz dunyoning istalgan nuqtasidan turib qatnasha olasiz. Chunki darslarimiz Telegramda onlayn tartibda sifatli, professional tarzda yozilgan darsliklar bilan olib boriladi. Siz dunyoning istalgan nuqtasidan turib to'lov qila olasiz va dunyoning istalgan nuqtasidan turib darslarimda qatnasha olasiz. Sizga aniq konkret yechim beradigan ilmlar, natijali praktikalar kerak bo'lsa, aynan mana shu kurs sizga kerak. Ishoning, siz qidirgan ilmlarni yig'ganmiz. Agar siz boshqa psixologlar kurslarida o'qib natijaga chiqmagan bo'lsangiz, demak aynan mana shu kurs sizdagi ilk anglashlar va natijangizga sabab bo'lsa ajab emas. Millioner xonim kursimga hoziroq ro'yxatdan o'tish uchun, ya'ni atigi 197 ming so'mga hayotingizdagi millionerlikka qadam qo'ymoqchi bo'lsangiz, ekranda sizga maxsus QR kodlar chiqadi. Skrinshot qilib, mana shu QR kodni bossangiz, skaner qilsangiz to'g'rirog'i, siz to'g'ridan-to'g'ri bizni admin lichkasiga bog'lanasiz. Yoki-da, agar siz skaner qilishni bilmasangiz, QR koddan foydalanishni bilmasangiz, biz opisaniyada va kommentariyada Telegramdagi admin lichkalarimiz va raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol adminlarimiz bilan bog'lanib, hoziroq kechiktirmasdan kursdan joyingizni atigi 197 ming so'mga egallab, ilmlarni o'zlashtirishingiz mumkin. O'zini hayotida qarzdan chiqib, investor darajasiga kela olgan inson sifatida kamini sizga albatta bu kursni taklif qilaman. Chunki qarzdorlikdan investorlik darajasiga kelgan yo'limdagi qadam yo'llarim va qilgan vazifalarimni aynan mana shu kursda aniq va faktlar sizga oson tilda tushuntirib berganman. Men o'ylayman, hayotiga befarq bo'lmagan, ortiq qarzdorlikdan chiqqan, xuddi kaminaga o'xshab hayotidagi istalgan Alloh bergan ne'matni naqd pulga olish ongiga o'tmoqchi bo'lgan har bitta musulmon ushbu kursimda qatnashadi. Kursda ko'rishguncha.